Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Tigo 7 Pro Max va Tigo 8 Pro Max o'rtasidagi asosiy 5 ta farqni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Tigo 7 Pro Maximizda oldin emblemasi nikeldan bo'ladi. Tigo 8 Pro Maximizda elektronli, ya'ni yonadi. Tigo 8 Pro Maximiz 2 turbina dvigatel bilan jihozlangan, 245 ta o't kuchiga ega. Tigo 7 Pro Max avtomobilimiz 1.6 turbina, 186 ta o't kuchiga ega. Salon ichidagi farqlarga keladigan bo'lsak, Tigo 5 o'rindiqli hisoblanadi. Tigo 8 Pro Max 7 o'rindiqli massajli hisoblanadi. Gabarit bo'yicha farqiga keladigan bo'lsak, Tigo 8 Pro Max Tigo 7 Pro Max dan 20 sm uzunroq hisoblanadi. Tigo 7 Pro Max'ning hozirgi kundagi narxi 364 million 900 ming so'm tashkil etadi. Tigo 8 Pro Max'ning narxi esa 480 million 900 ming so'm. Ushbu avtomobillar uchun naqd va avtokredit yo'nalishlarida 25 milliongacha skidkalar mavjud va 1 yildan 3 yil muddatgacha foizsiz bo'lib to'lashga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Hammangizni Cherry Master Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.